Assalomu alaykum hammaga. Siz My Anime News kanalidasiz va bugungi videoda biz Sanemi va Muichironi battlini ko'ramiz va kim tezlik, kuch, qobiliyatlar, qilich ishlatish va nafas usullarida kuchli ekanini aniqlaymiz. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Ha, yana bitta narsa, videoni boshdan bitta gapni aytib qo'yaman. Agar bu video ko'p muxlislarga ma'qul kelsa, keyingi videolarda Sanemini Jodugarlar jangi animesidagi Toji Fushiguro bilan qo'yaman. Qani unda battlni kuchdan boshlaymiz. Ikkala hashira ham o'g'il bola, Muichiro 14 yoshda, Sanemi esa 21 yoshda. Muichiro tuman nafasdan foydalanadi va unda 7 ta kata bor. Sanemi esa shamol nafasdan foydalanadi. Unda 9 ta kata bor. Battleni kuchdan boshlasak, Sanemi muskulli, chandiqli, jismoniy kuchli, hashiralar ichida eng kuchlilardan biri. Uning zarbalari birinchi oliy oy Kokushibo darajasidagi iblisni ham jarohatlagan. Yana u jarohatlarga juda chidamli, tanasidagi yaralar son-sanoqsiz, ammo u hech qachon og'riqqa taslim bo'lmagan. Qattiq jarohatlardan ham turib kelavergan. Uning zarbalari o'zining shamol nafasiga yaqinroq va zarba berganda shamol oqimi hosil bo'ladi. Muichiro ozg'in, chaqqon, yengil va tezkor, yosh bo'lishiga qaramay yuqori darajada muvozanatli va mushaklari bo'lgani bilan Saneminiki katta va chidamli emas, lekin u 5-oy iblisi Gyokko bilan jang qilganida juda ham zo'r chidamlilik ko'rsatgan. Kuchini yo'qotmasdan oxirigacha jang qilgan. Zarbasi kuchli emas, lekin tezlik va aniqlik bilan kompensatsiya qiladi. Xullas, kuch bo'yicha Sanemi Muichirodan ustun. Birinchidan, yosh masalasi. Hali Muichiro kattalashib o'sardi, agar 2 ga bo'linib ketmaganida va Sanemi undan 7 yosh katta. Ikkinchidan, Sanemining mushakli va kuch darajasi Muichirodan ustun. Shu uchun kuchda Sanemi g'olib va hisob 1-0. Endi tezlik. Sanemi juda tez hashira, lekin tezlikda Muichiroga yeta olmaydi. Sanemi juda tez, lekin tezligi qattiq harakatlar orqali foydalanadi. Ya'ni qattiq zarbalar bilan hujumlari shamol bilan birlashganligi sababli portlovchi tezlik seziladi va bu tabiiyki uni sekinlashtiradi. Ammo u Muichironing ko'zdan oyoq qolish tezligiga teng emas. Muichiro tuman nafas usuvi tufayli u dushmanning nigohidan g'oyib bo'la oladi. Va aytasanglar, temirchilar qishlog'i arkida Muichiro Gyokko bilan jang qilayotganda Gyokko Muichironing tuman nafasidan uni kuzata olmagan, chunki juda tez va ko'rinmas bo'lib harakat qilgan va Muichiro juda sirli harakat qiladi. Tuman ichidagi qadam texnikasi bilan bir zarba bilan bir nechta yo'nalishda ko'rinish bera oladi. Tezlik bo'yicha Muichiro g'olib. U tuman nafasi orqali o'zini yashirib Sanemidan oldin zarba bera oladi va hisob 1-1. Qilich ishlatishga keldik. Sanemi boshqa hashiralardek Nichining qilichni zo'r ishlatadi. Qilich uslubi yirtqich, instinktiv, ammo juda samarali. U tajriba bilan harakat qiladi, dushmanni kuch bilan yengadi. U o'z Nichining qilichini qattiq shamolga qarshi ishlatishga moslashtirgan. Shu uchun qilichi og'irroq bo'lishi mumkin. Muichironing qilichi yengil, deyarli ko'rinmas tarzda ishlatadi. Har bir zarbasi hisoblangan, ortiqcha kuch ishlatmaydi. O'z qilichini yengil tuman singari ushlab, ketma-ket zarbalar bilan ishlatadi. 5-oyli oyni bir o'zi qilichi bilan yo'q qilgan. Sanemi 100% va aniq Muichirodan qilich ishlatishda yaxshi emas. Shu uchun qilich ishlashda ham Muichiro g'olib va hisob 2-1. Nafas usullariga keladigan bo'lsak, ikkalasining ham nafas usullari halokatli. Tuman nafasi tezlik, sezdirmaslik va yo'q joydan dushmanni yo'q qilishga mo'ljallangan. Shamol nafasi esa nomi bilan shamol. Uning katalari og'ir, qattiq zarbalar bilan ishlatiladi. Ikkala nafas uslubi ham kuchli. Ularning biri-biridan farqi, tuman nafasida 7 ta kata, shamol nafasida esa 9 ta kata bor. Nafas uslublari teng bo'lgani uchun hech kim g'olib emas va hisob 3-2. Ruhiy kuch va irodaga kelsak, bilamiz Sanemi o'zining iblis onasini o'ldirgan. Odam o'z onasini o'ldirish uchun katta kuch va iroda kerak. U iblis bo'lsa ham va u o'z g'azabini qurolga aylantirgan va u iblislarning qo'rqinchli tushi. Iblislar yashiringan joyini topsa, u yerdagi barcha iblislarni yo'q qilmaguncha qo'ymaydi. Muichironing ham irodasi kuchli, lekin Sanemidek emas va hisob 3-3. Hech kim g'olib emas, lekin degan joy bor. Sanemi kuchli, ammo uning texnikasi aniqlik va ko'rinmaslikka asoslangan hashira Muichiroga qarshi to'liq ishlamaydi. Bu gapim bilan nima demoqchiman? Agar Sanemi bilan Muichiro jang qilsa, 1-1, Muichiro tezligi va tuman nafasi bilan Sanemiga tez jarohat yetkaza oladi. Bir deganda uning orqasida paydo bo'lib qolishi yoki Sanemi hujum qilmoqchi bo'lganda undan tez qochishi mumkin. To'g'risini aytishim mumkin, Sanemi shamol nafasi bilan tuman taqatoradi gudib, lekin Muichironing tez harakati tumanga bog'liq emas va unga asoslanmagan. Ustunlar tayyorgarligi haqida ham ularning qisqa jangini ko'rganmiz. Unda Obanai ham bor edi. Ko'rgan bo'lsangiz, Muichiro tezda Sanemi ortida paydo bo'lib, yana Obanaining oldiga boradi. Shunday qilib u bir vaqt
vaqtning o'zida ikkita hashira bilan jang qilgan va yengilmagan. Ikkovidan birini kuchli deyish qiyin, lekin tezlik, qilich ishlatish bo'yicha Muichiro kuchli. Kuch, chidamlikda esa Sanemi. Siz kimni kuchli deb o'ylaysiz? Fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Va sizlarga o'zimni Muhammadullo dizaynerimni tavsiya qilmoqchiman. Agar sizlarga dizayner kerak bo'lsa, Muhammadullo dizaynerlar qiladigan logo, avatarka, preview, banner, xullas dizaynerlar nima qilsa hammasini qiladilar va tajriba uchun o'zim ham 1,5 yildan beri ishlayman. Chunki sizlarga ham dizayner kerak bo'lsa, bemalol opsiyadagi linkdan o'tib zakaz berishingiz mumkin. Xullas bugungi battle'ni ko'rdinglar. Bu ikki hashira juda kuchli, lekin mangada Muichironi tez o'lib ketishi yoqmadi. Hech bo'lmasa Muzan bilan jangda o'lsa yaxshi bo'lardi. Sanemi esa Muzanni yengishgandan keyin ham tirik qoladi. Bugungi videoda sizlar bilan Sanemi va Muichiro haqida gaplashdik va video haqida va anime haqida savollar bo'lsa kommentariy ochiq bemalol savollarni beraversanglar bo'ladi. Shunaqa qiziqarli videolarni chiqaroman. Shu uchun hoziroq kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying va shunga o'xshagan qiziqarli videolarni o'tkazishimiz uchun qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yish ham esdan chiqmasin. Bosib qo'ygan bo'lsanglar hozircha xayr. Keyingi shunga o'xshagan qiziqarli videolarda ko'rishguncha. 僕も混ぜてくださいよ。昼間の稽古は大丈夫なのか。俺たちにとってはこっちこそが本当の柱稽古だ。俺と品津川二人で相手してやると。いつでもどうぞ。うるせえ。今日の稽古も聞いたな。昼間は大使たちの相手。時と昼の稽古はどんな感じなんだ。今日炭治郎が来ました。しぶとく生き残ってやがるな。柱の足元にも及ばないってこと。頑張れ炭治郎。